O'zbekistonda yangilik, bir asrgacha garantiya beriladigan tomimizga yangilik. Yozda issiqdan, qish sovuqdan saqlanar ekan, oddiy suvga mana shunaqa narsani, maxsus narsalar bor ekan, aralashtirish ekan. Aralashtirishgandan keyin akamizga o'xshab turib, bitta to'kar ekansiz, ya'ni suvga o'xshab turib yonlarigacha ketar ekan. Bunimizni, ya'ni loy-lombozdan farqi do'stlar, burchaklarigacha, ya'ni borar ekan, ya'ni emib chiroyli holatda bo'lar ekan. Qurt, qumursqa, kalamush yemas ekan, umuman eng qizig'i ustunlaringgacha chiritishmas ekan. Qalinligi keladigan bo'lsa, atiga 5-10 sm bo'lar ekan, lekin loy-lombozdan sifati do'stlar 10-15 barobar kuchli ekan. Eng qizig'i 1 kvadrati loy-lombozdan farqi do'stlar 5 barobargacha yengil bo'lar ekan. Kimgadir qizig'i bo'lsa, bu penalomboz xizmati bo'ladi. Ushbu joyimizga 170 kvadrat metrga ustakalarni chiroyli holatda qilib berishgan. 1 kvadrat metrning narxiga keladigan bo'lsak, do'stlar, atiga sut ekin narxda 35 ming so'mdan boshlab 50 ming so'mgacha, ya'ni 10 santimetrgacha qilib berishar ekan. Bu narxlarning ichida vodiy bo'ylab dastavka, ustanovka, usta haqqi mahsuloti hamma yo'g'ini o'z ichiga oladi. Sizdan faqatgina talab qilinadigan narsa bir piyola choy bersangiz bo'ldi ekan. Zakaz berish uchun akalarimiz nomerlarni pastga qoldirdik. O'zi nima deb o'ylaysizlar? Loy-lomboz yaxshimi yoki penalombozmi? Kommentda o'z fikringizni qoldiring.